Joriy yilning 12-mart kuni Ichki ishlar vazirligi Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari bilan Bektemir tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida 1992-yilda tug'ilgan realtorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxs qo'lga olindi. U 1983-yilda tug'ilgan fuqaroga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi 72,6 sotiq noturar yer maydonini 1 million AQSh dollariga sotishini aytgan. Shuningdek, yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 1 oy muddatda ushbu yer maydoni toifasini turar joyga o'tkazib, ko'p qavatli uy-joy qurish uchun ruxsatnomani va barcha hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 100 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilib, bo'nak tariqasida 110 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ichki ishlar vazirligi tezkor xodimlar tomonidan Toshkent shahrining Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Majburiy ijro byurosining qarzdorlik bo'yicha yuritayotgan ijro hujjatlarini tugatish evaziga firibgarlik yo'li bilan katta miqdorda pul talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxs 1972-yilda tug'ilgan fuqaroning 647 million so'm miqdoridagi qarzdorlik bo'yicha ijro hujjatlarini tugatish va O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqish uchun unga qo'yilgan taqiqni yechib berilishi evaziga 25 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilgan. U Olmazor tumani Zarqaynar ko'chasida 25 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.